Nomi familiya darrov tanib to'lov meprsanmi? O'sha muammo aytganlarim hali ham turibdi. Nabarot, bu xalq azob chekyapti. Masalga qanday qilib isitma bilan bo'ladi degizsa, punktga bor deyman. Apteka narxida $200 Hammasi tekin-a bular, ha? bir yilga yetadiganlar. Mana u anaprin, mana u dorilarni faqat Rovon hududiga beradi. Qolgan o'sha pelar o'ziga oladi. Jami 4 millionga yaqin shu apparat o'zi bor. Mana shu 4 milliard. Boshqa narsalar, ehtimollar ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda hojatxona. Ana o'sha hojatxona. Hojatxona eshigi mana yerda yotibdi. Hozircha o'sha poyandoz bo'lib qolgan va kirish holati mana. Bemorlarni o'sha haq-huquqlarini poymol qilish deb bilaman. Kassa degan yozuv bo'lishi kerak, a? Chaqmudagi bu qanday qo'rqyapti? Tom aholini qarang, mana yomg'ir yog'sa mana shu yerda suvlar oqadi. Yerlarga kameralar o'rnatgan. Mana bu nima endi bu? Tom ko'rinyapti, ha? Holatingiz yo'q. Rangiga tushayotganda pul olasizlarmi yo'q? Familiyangiz Asqar Aliyev Jamshidjon. xizmat ko'rsatayotgan vaqtda shu pul olasizlarmi yo'qmi? Mana 3-apreldan tibbiy sug'urtaga o'tadi. Bizga nimamizga qarashli bo'lmagan fuqarolarga albatta pulli xizmat ko'rsatiladi. takliflardan kelgan holda ushbu So'x tumanimizning markaziy poliklinikasidan deputatning nazorati o'rnatishga qaror qildik.